Uyda narxlari oshib boryaptimi yoki u narxiga arziydimi? Bugun vokzalda, shunday 48-maktabda orqasida Yangidomda 3 xonali kvartirani ko'rsatamiz. 4 xonali qilib foydalansa ham bo'ladi. 110 kvadrat, ikkinchi qavatda narxi 95 ming. Videoni oxirigacha ko'ring, narxiga arziydimi yo'qmi, kommentariyaga o'z fikringizni bildirishingiz mumkin. Obzorda kirish eshigidan boshlaymiz. Mana bu bizlarning kirish eshigimiz va mana shunday yana bitta hol, yana bitta xona sifatida foydalansa bo'ladi. Bemalol kattagina 10 qo'lda bizlarda ikkita yotoqxona, mana shunday katta yotoqxonalar. Skvoznoy planirovka bo'lyapti. Yangi dom, yangi remont. Juda ham chiroyli, baland. Uyda shiftlari juda ham baland. Hech kim yashalmagan yangi domlardan. Bu ikkinchi xonamiz. Kattalar yotoqxonasi. Menimcha ba'zi mebellar bor. Ko'rgan narsa, hamma narsa qoladi. Shaxsiy narsalar faqat olib chiqiladi. Televizor uchun joy ham bor. Hammom hojatxona alohida bo'lyapti. Bugungi o'yimizda bu hojatxona to'liq kafilda. Va hammom qismi. Bu ham to'liq kafilda. Va o'yimizda hamma xonalarda yo'q, kladovkachasi ham bor. Bemalol narsalarni sherda qo'ysa bo'ladi. Keyingi xonamiz mehmonxona bo'lyapti. Mana shunday katta mehmonxona. Skvoznoy planirovkada bo'lyapti kvartiramiz. Ikki tarafdan derazalar bor. Hamma xonalarida derazalar bor. Gulxoy xonalari yo'q. Va mana shu oshxonamiz. Juda ham chiroyli oshxona. Isitish moslamasida duxon turnikachi o'tiribdi. Va chopli polda. Menimcha hamma joy chopli polda. Aziz do'stlar, bugun kvartiramizga 95 ming so'ralyapti. Ipotekaga to'g'ri kelmaydi. Novostroyka yana ozroq savdosi bor ekan. Kimga qiziq bo'lsa agar, pastdagi raqamlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Hammaga rahmat.